Alo. Alo, ha bolam. Dada, men Amerikaga keldim. Bilaman borganingizni. Pul jo'natasanmi yo'qmi? Qayerdan pul tashiyman? Dada, hozir yetib keldim-ku. 3 minut bo'lgan yo'q. Voy, qachon borsang ham. Qayta ol bolam, sendan foyda yo'q shekilli. Bo'pti bolam. Dada. Любойda pul deydi-ey bular. Alo. Alo, dada. Sen 1 soatdan beri ham pul jo'natmayapsan-ku. Hozir keldim dada, endi jarashyapman meniki. Sen o'ynagani boribsan-da bolam. Ha? Qayta ol bolam. Peterga borasanmi? Pilaramaga. Hozir gaplashdim Ilyos bilan. Qayta ol, sendan foyda yo'q shekilli bolam, qayta ol. Alo, dada. Alo, dada. Ha? Meni ishto'g'on chiqib ketyapman. Sen ko'chama-ko'cha yuraverasan ekan-da, pul jo'nat. Bu nimaga o'zi? Nimaga bo'lardi? Konsiner olamiz, kil moshina olamiz, pilisos olamiz, voy. Shunaqa narsaga demaysizmi? Haylik ishonchli hamma do'konlarga boring. 2 tekin aksiyasi yana qaytdi. 2 tekin? Bo'ldi, hozir boraman. Bo'ldi, boraveram. Qarab pul jo'natgin lekin, ha. Pul. 4.788.000 so'mlik Artel xolodilnigini olsang, Samsung chang yutqichini qo'shib berar ekan. Zo'r ekan-ku. Qara o'g'lim, aksiyaning o'g'il bolasi bo'layotgan ishonchda. 7 million so'mlik Her 12 talik kondisionerni olsang, senga 6 kilolik Artel kir yuvish mashinasini qo'shib berar ekan. Pekinga. Zo'r ekan-ku, dada. Bolam. Alo, dada. Zo'r aksiya ekan lekin. Bitta mahsulotni muddatli to'lovga olasan, ikkinchi mahsulot Pekinga berar ekan. Faqat qara, 16, 17, 18 may kunlar ekan. Tezda menga pul jo'nat bola. Men qaytyapman o'zi. Qayerga qaytyapsan? O'zingiz kuni aytdingiz-ku, qaytaver deb turib. O'zi ash kuni men ham qaytaversam bo'lardi ekan.